Yine yolla bozulgan. Sıraqlardan yine esbablar şimdi bozulup kelayapti. Görüp turganlaryňyz diyeyim. Arasın işlerini götürürsüler yine. Aptekerlerini alıp nesi darxanalarına elleri. Yine şu ahvalda. Darxanalarına elleri. Yine bunda yine görüp turganlarınız sassık su. Havanı bozup yine sassık yattı. Yine bir de hemen mesela var. Arkadaşlar, doğru dinleleri. Yine görüp turganlarınız yine ban tarafları gömülgen. To'xtash mumkin emas degan znak qo'yilgan. Tuman tibbiyot birlashmasini oldina bu o'ng yon tarafına mashina qo'yilmasin deyilgan mana znak bor. Lekin shunga qaramasdan yana mashinalar hamma turadi. Tez tibbiy yordam mashinalariga yo'l yo'q. Yine üzeriniz guvoh o'tirsa görüp turibsizlar, hurmatli bizni kuzatayotgan fuqarolar. Mana yine bir qarashlarda yine pasini iltimos kamera ochib pasini olib berasiz. Mana shunda 1,5 oyoqni ichki odam oyoqni aytgan mana shunday qilib ketsa, oyoq sinishi mumkin. Mana buni qalab. Yine baraka keling. Yine bu yo'ldan görüp turibsizlar, görüp turganlaringiz. Arkalarda sassık sular. Tuman rahbarlari, rahbariyati mana shu tuman markaziy shifoxonasini adlarında yo'llanib o'sha amaliy yordam beradi degan umiddaman. Ibragimov Sherzod Shakirovich respublika gaylani boshlig'i shunda bir sizdirib to'xtash mumkin emas degan chizdirib mana belgi qo'yilgan mashinalarni tartibga solish yo'llarini tartibga solish yo'llarini amaliy yordam berasiz degan umiddaman. Biza ishonamiz. Mana shu videodan keyin bunday holat Binduzunda harakat qilinadi degan umiddaman.